Qizlar nega unaqasilar? Kiyimni 2 soat dazmol qilib, 2 soat syomka qilib, 1 soat azushka o'qigan videoyimni prosmotr unaqa zo'r bo'lmaydi. U kiyimga ko'pchilik qiziqmaydi. Lekin shunchaki mana bizga shunaqa novinkalarimiz keldi deb oddiy gapirgan videoyim shunaqangi uchadi. Hamma so'raydi o'sha kiyimni. No mayli, menga ham ish kamayadi. Xullas bizga shunaqa novinka shimimiz kelgan. Buni hozir sizlarga kiyib ko'rsataman. Обязательно bunga moslab oq rubashkalar ham olib kelib qo'yganmiz. Hozir ikkalasini moslab sizlarga kiyib ko'rsataman. Kutib turinglar. Rubashkamiz shunaqa fransuzcha stilda menimcha adashmasam. Qo'llari shunaqa fanarik. O'tgan safargi videoda xohlasanglar homiyimiz bo'lgan bo'lsa, bu safargi videoda shunaqa homiyimiz bo'ladi. Xohlasanglar uzun, xohlasanglar biz endi obязательно hozir shimni ko'rsatishimiz kerak. O'shaning uchun ichiga tiqib, shimni zapravka qilib ko'rsatamiz. Xullas mana shunaqa shimimiz shunaqa hozirgi sultanka fasonda bo'lib turadi. Menga eng yoqadigan tarafi buni bel qismi shunaqasiga bellarni tortib, ingichka qilib ko'rsatadi. Rubashkamiz bo'lsa qo'llari shunaqa fanarik yoki fanarik emasmi? Xullas shunaqa oldilari yoqalari niyadishni bo'lib turadi. Ikkalasini shunaqasiga moslab kiysanglar ham bo'ladi yoki alohida sotmasanglar ham bo'ladi. Ikkita chetida shunaqa shimimizni nima deylardi bu? Shimni yonida shunaqa ikkita cho'ntaklari ham bor. Kattagina hamma narsa sig'ib ketaveradi. Bu shimni shunaqa qora, bunaqa seri rangi ham bor. Buni dazmol qilishga erindim. Buni qo'lim sinib qolmagan. O'shanga faqat qorasini kiyib ko'rsatdim. Hatto bunaqa rangi ham bor. Menga yoqdi bunaqa video olish. 1 soat azushka o'qigandan agar yoqqan bo'lsa, bemalol zakaz uchun direktga murojaat qilsanglar ham bo'ladi.